siz sразу o'ylaysiz, mani boyligim o'sha Surxondaryodagi bir taniymiz, o'shanga qoladimi? Yo'q, yig'ishtir. Ana kimni qizi? Xolamning qizi bor, mana bunaqa qiz bor. Yaxshi ko'rib ketadi. Ha, yaxshi ko'rmaydi-ku. Ertaga bitta ikkitasini tuqqandan keyin, bir yostiqqa bosh qo'ygandan keyin yaxshi ko'rib ketadi. Hech nima qilmaydi deymiz, olib berib qo'yamiz. Qo'ynimda bir yoru, ko'nglimda bir yor degan qo'shiqlar bekorga chiqmaydi. Shu qo'shiqlar bekorga chiqmaydi, bilasizmi? Har bir qo'shiqning ma'nosini eshiting-da. Aslida bizani o'zbeklarning qo'shiqlari hammasi shu dard, qo'ynimda bir yoru, ko'nglimda bir yor, onajonim, tirik paytingizda sizni qadringizga bormaganman deydi. Как будто siz 15 yoshingizda o'lib ketgan. 50 yoshda onasini yo'qotadi, 51 yoshida qo'shiq yozadi keyin. Onajonim, mehribonim deb. 50 yoshda adekvatniy odamsan-ku, nimaga o'shanda yaxshilik qilmading? Обязательно o'lish kerak-da ona. Shu uchun she'r yozish kerak, qo'shiqlar yozish kerak. Keyin hammaga farishtani yoqatga maslahat beradi. Baraka topqirlar, shu vaqtida qadriga bormadim. Onalaring tirik bo'lsa, xabar olib turinglar, borib turinglar deb hammaga. Biz ham aytamiz, ertaga o'lgandan keyin xuddi shunday biz ham shu qadriga bormabman tirik paytida. Deb o'tiramiz. Hech kim tirik paytida qadriga bormaydi. Mana, yashang. U uchun o'lish kerak odam.